Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindishinglar Nebijan Allah. Bugünkü muhaciret gün tertip degan programmamizningki 7. sani. Her biringiz bilan yuz ko'rishyotdi. Bu sanimizda biz O'zbekistonda yashayotgan O'zbekiston vatandoshi Uyg'ur hadimiz İzzet Bibi hadimizni istodiyimizni taklif qilib, vatan haqida, vatan sevgisi haqida suhbat ilib bormoqchi va oldi bilan Adamni ekrana teklif qilib, her birleri bilan tanıştırgaç, anandan keyin söhbetimizni başlaymiz. Assalomu alaykum, İzzet Bivada, qanday ahvolingіз? Assalomu alaykum, va alaykum assalom, Nebijan inim. Assalomu alaykum, bütün dunyoga tarqalib ketgan aziz Uyg'ur qarindoshlarim. Hammanglarga go'zal O'zbekistondan go'zal salomlarimni yo'llab, oliy ehtirom bildiraman. Rahmat eda, rahmat bizning taklifimizni qabul qilib, bizning programmamizga ashadin qatnashib kelganingiz uchun men ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Allah sizdan razı olsun. Demek siz şu muhaciretde yaşayotgan, vatandan ayrılgan, kichik chig'ida ayrılıp vatanning sirtida yaşayotgan, vatan o'tida kuyayotgan, o'zining ana tili, o'zining vatani uchun qo'lidan kelgan xizmatlarni qilayotgan hadimizning birisi. Buning uchun men yani menga uchrashgan, siz bilan tanışgan adalarimizdan birisi bo'lganligingiz uchun demek bugünkü programmada men sizni taklif qilib, mushu vatan sevgisi haqida siz bilan bir o'rtoqlashgim keldi. Onun uchun men sizni ko'pchilik tanimaydi. Men sizning o'zim bilgan qisqacha tarjimalarıngizni ko'pchiligi deb bersam, anandan keyin suhbatimizni boshlasak. İzzet Bivada vatanda 1 yosh vaqtida vatanning g'uljining chapchal yesida dunyoga Çapçal nahiyesi Cağız'tayı. Çapçal yesini, Çapçal nahiyesi Cağız'tayı sürdün. Ben hatta da bilmezim. Çapçal nahiyesinin Cağız'da yeside dünyaya gelgen. Dünyaya gelip şu iş kişi vaxtılam atanızı erişip şu kaç mezgillerge toğır kelediken şu yıllarda Kazakstan'a hicret kılgan. Kazakstan'da başlangıç tuluksuz tuluk otur mekteplerini okugan. Anandan keyin üniversitelerini Özbekistan'a berip u yerda o'qishga muyassar bo'lgan. O'zbekistonda o'qishni bitirgandan keyin u yerda ana keyin xizmatga chiqqan va uy chaqliq bo'lib, shu yerda turmush qurgan. Hadimizning nayti yetishgan 4 farzandi bor. O farzandlarini nayti yaxshi tarbiyalab, shu jamiyatdagi ziyolilar qatorida, hukumat xodimlari qatorida bir tarbiyalab chiqibdi. Alloh razı olsun. Demek hadimizning buxgalterlik kasb bilan pensiyaga chiqqanligi ma'lum. Hozir pensiyada ekan. Shunday bo'lsa-mu, ya'ni ishdan sirtqi vaqtlarda o'zining qo'lida yetkicha nurg'un asarlarni ovozli o'qish, Uyg'ur ana tili uchun WhatsApp guruhlarini, har xil guruhlarni qurib berdi. Uyg'ur ana tilini uyutadiganlarga, qiziqadiganlarga ana tili haqida dars berish va nurg'un yaxshi yozilgan O'rta Osiyodagi nurg'un yozuvchilarimizning asarlarini uyg'urchalashtirib o'qib berish qatorliq nurg'un xizmatlarni qilyotdi. Bizning O'ri Uyg'ur radiosigimi hadimiz nurg'un ovozli asarlarni avatdi. Biz shu qo'ygan bo'ldik. Balkim ovozni olsanglar, balkim shu bir yerdan his qila olasizlar inshaalloh. Onun uchun eda men sizni mushunchalik qisqagina ko'rmanlarga mushunchalik bir tunishtirish loyiqingizda bo'lmasa-mu, mushunchalik nima qilishga tirishdim eda. Hamda qolganini sizdan bir mush to'g'risida texmi to'liq bir tushunchaga sizni tunish bilan boshlasak deb o'ylayman. Rahmat Nebijan ukam. Haqiqatan Nebijan inim aytgandek, men shu G'uljining Chapchal nahiyasi Jag'ista yesida tavallud topganman. Taqdir taqozosi bilan ko'pchilik qarindoshlarimizning taqdiri hammamizga ma'lum. Shu Qozog'istonga ota-onalarim bilan 4 farzandni ilib ata-onalarimiz o'ziniki ana yurti, ya'ni Qozog'istondagi Uyg'ur nahiya Cho'ng'aqsu yesi shu yerga ko'chib chiqamiz. Bu 1959-yili bo'ldi. Shu Cho'ng'aqsuga ko'chib chiqqan paytimizda bu bizning Cho'ng'aqsu yezimiz ajoyib
esil tarixiy voqealarga ega cho'ng Uyg'urlarning yezisi. Bu yezini maqtashga mening haqiqatan keng doirada maqtashga haqqim bor, chunki bu Qozog'istondagi Olmuti oblasti, Uyg'ur nahiyasi, Cho'ng Aqsu yezisi ulug' bizning yosh shoirimiz Lutful Mutalibninki tavallud topgan yezisi bo'ldi. Bu yezida nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bilim tarafdan bo'lsin, ish jarayonidan bo'lsin, ko'p tarafdan bilimlik, ilmlik farzandlarni tarbiyalagan yeza. Shu yezda mening ota-bobolarim tavallud topgan 1928-yili yana shu taqdir taqozosi bilan bizning bobolarimiz, momalarimiz vatanga ketib qoldi. Vatanda opam dadamlar cho'ng bo'lib, bizni dunyoga keltirib 1959-yili yana shu qaytib Qozog'istonga Yatsu tavasiga qaytib kelamiz. Mening yoshlik davrim shu Cho'ng Aqsuda o'tdi. O'rta maktabni tamomlab, men shu bilimimni oshirmay, oliy bilimli bo'laman deb akam bilan Toshkent shahriga, ya'ni O'zbekistonning Toshkent shahriga kelib qoldim. Shu O'zbekistonga mana kelganimga bir yil 48 yil bo'ldi. 48 yil mobaynida biz o'zbek tilini mukammal o'rgandik, rus tilini mukammal o'rgandik, bilimimizni oliy darajaga ko'tardik. Shu Toshkentda o'qishlarni tamomlab, turmush qurib, yo'ldoshimma Munajni Sonur o'g'li shu Cho'ng Aqsuliq 4 farzandni qator qo'shib, shu Toshkent shahrida istiqomat qilyapmiz el qatorida. Tamam, güzel de rahmet. Allah razı olsun. Tercüme halim meşekçi. Tamam. Hem de bu nimenin bugünkü programımızın temasını vatan sevgisi deb koyduk. Hem de vatan sevgisi deb koyduğumuz sebebimiz şu muhaciratda yaşayatımız. Siz mi degininizdek tuğulga yeriniz Gulca, Çapçal, Çağatay yesi, Çapçal nayesininki. Ama sizden yani şu yerge bolgan mikriniz, şu tuğulup çoğun olgan üzerinizden asli vatanınız, şu zamanı bolgan talpinişiniz ilham mevcut. Hem tekrar yolculukla benim atıdı. Demek siz gerçi vatanda nayt küçük, yani bir yaş vaktinizde vatandan ayrılgan bolsunuz mu? Lekin vatan gibi bolgan söygünüz naytdi hazır mı? Onu tesirliğiniz eğizden tesir belgisiz derizde bir ayacan içindesiz. Onun için siz vatanga muşa nimeniz hazırlıkta kaç ketim bardınız? Aşı üzerinize tolgan yüzüt makallaga. Men vatanga 1991-yili birinchi marta bordim. 33 yildan keyin. O'zim bir yosh vaqtimda vatandan ajralgan bo'lsam-mu, shu 33 yildan keyin shu Chapchal nahiyasi Jag'istayisiga birinchi marta berib, shu yerda dadam bilan birga shu yerda qarindoshlarimni ko'rib, 18 kun turib, qarindoshlarimga bag'rim qonmay qaytib kelishga majbur bo'ldik, chunki u paytlarda biz ishlatdik. Birinchi marta 1991-yil bordim. Ikkinchi marta biz men yo'ldoshim bilan G'ulchiga berib, G'ulchidan Qashqargacha berib, Qashqarda shu Mahmud Qashqariy buvimizniki nimlarni, qabristonlarni ziyorat qilib, u yerdan qaytib Urumchiga kelib, Urumchidan yana G'ulchiga kelib, qaytib 20 kun mobaynida sayohatda bo'ldik. Endi shu Mahmud Qashqariy bovlarimizni ko'rib, shu Hetgoh mechitlarini ziyorat qilib, 2008-yilda berib, oxirgi bag'inimiz shu bo'ldi bizning. Shunaqa da hamda shu vatan sevgisi agarchi qisqa muddat bo'lsa-mu, biroz ko'nglingizga bir malham bo'lgan bo'ldi. Aynı siz degandek G'ulchidan chiqib vatanimizdan Qashqargacha ziyoratlarni qilibsiz.
Hem de şunda olsunmu? Hem de eğer siz hem de özünüzden vatanga bolgan seg'inişiňiz, bunu unutmadınız. Bu jarayanda siz yani özünüzden abam siz degendek rusça til bolsun, özbekçe til bolsun da, hem özbekçe bilen bizning tilimiz ýakyn go. Hem şunda bolsunmu? Ama Yakın. şu kesip jihatida ilgirläş, özüňizni takamullaşdyryş we şu jamiyetde bir orun tutup hizmet kılış şeklinde yani Özbekistan hükümetining naýaty çallyk tök bilen yaratgan boldunuz. Şunda bolsunmu hem de vatanga bolgan söýgüňiz o başgaça bir tesvir şekilde dawam kılgan boldy. Elbette, Bununla elbette. nispeten siz vatan söýgüsine toluklaş üçin balllarınızny şu Uygur şekilde Uygurça milli medeniyetimiz, Uygurça örüp adetimiz, Uygur tilimiz bilen terbiýelediňiz. Bu Türk prezidentiniňizni terbiýeleş ýanynda kysgaça toxtalyp bergen bolsaňyz. Elbette, elbette. Vatanny söýüş, o insaniyetni hemişem seg'inişga, kineşge däwet kılydgan büyük bebaha sezimdir. Bizning Uygur halkymız köp sınaklarını beşidin ötkizgen, candan keçmegiçe cananygy yetmez degendek, şairlerimiz küylegendek, kançylyk, beyrançylyk, kıyınçylyk bolmuşsun, hicran azabyny keçirmişsin, her kandak azaplarga berdaşlyk berip, eğer şaraitlarni başlardan keçirip, Ali Janap faziletlerini saklap kalalygan. Mana hakikat yolunda özlerinin japalyk mehneti tüpeli, jini bilen kıyını bedilgen milli gururumuzni, Ali faziletlerimizni asrap, ecdatlarımızdan evlatlarımızga yetkizip kevatımız. Muşu urf adetlerimizni, tarihimizni, ana tilimizni şu ecdatlarımızga kaldırışga küçümüzni serpilavatımız. Endi aile bu bir kiçik dölet. Vatan tuygusu ailenin bu soğuştan başlandı deydi. Mana muşu vatan tuygusu hakikaten bizning ailenin öyümüzden bu soğuştan başlandı. Çünkü biz Özbekistan'da yaşavatkan bolsakmı, şu Özbek milletleri bilen bille tam hukukluk bulup ailemizde özümüzden ana tilimizde sözleşke müyesser bolalayımız. Bolalıdık hem. Perzentlerimizni Uygur mekteplerinde okutamısakmı? Bizde Uygur mektepleri yok, Uygur matbuatımız yok. Şundak bolsunmu? Perzentlerimizni şu Özbek mekteplerinde okutup, yoki bolmasa Rus sınıflarında okutup, 4 perzentni bekip katağa koştuk. Perzentlerimiz meyli Özbek tilinde paranqısın, meyli Rus tilinde paranqısın, ailemizde, öyümüzün içinde şu ana tilimiz Uygur tilimizde sözleşiyordu. Demek şu hoş. Taňady. Sizden bolsun. Nimo, şu ana tilde, öýde şu ailede ana til muhiti bogalyk üçin sizin ballarınızın mı ana tili bolsun, hatta näwerleriňizden mi ana tiliniň aýt saglam ekenligini sizin anlawatymiz. Bu toğruluk mu? Tehme toluklap bersiňiz ýaxşy demekçi. Kepiňizde geriшлap. Endi bizning ailemiz, qeyrindaşlarımız, köpçülik qeyrindaşlarımız Kazakstanda yaşagan üçün şu perzentlerimiz tätilge çıkışı bilen biz perzentlerini şu Kazakstanga yani Almutyga evet etimiz. Bu ýerde bawulary, mamlarynyň kışyda, qeyrindaşlarynyň kışyda Uygur tilini tehmi mükemmel ügünüp, şu Uygur urf adetlerini közü bilen körüp, toy tökün degendek şularga katnyşyp, perzentlerimiz hemel tarapdan yaxşı terbiýelendi dep şeşlik ete alayımız. Yana bir etip keterlik yeri köpçülük Uygur kitaplar muşu Almuty'da çıkıdı. Kazakstanda Uygur mektepleri nurgun. Gez jurnallarını biz şu Almuty'dan ekilimiz. Biz şu Uygurça gez jurnal kitaplarını ekilişimiz bilen meşetteki Özbekistan'da yaşavatkan Uygur ailelerine haber berimiz. Mana biz keldik. Uygurça gezlerini ip keldik. Ahırkı sanlarını yeni çıkan Uygurça kitaplarını ip keldik. Halıgıçılar bolsa kelip elip okuşunlar mümkün dep ularga haber berimiz. Şunun bilen biz mana şu Uygur tilimizni, ana tilimizge bolgan muhabbetimizni
texmi mukammelleştiriyoruz. Farzandlarımız mana şu Uygur ruhda milliy gurur bilen maslak terbiyeleniyordu. Rahmat. Vallahi Farzandlarımız dört farzandimiz dört xil kasbni egallagan. Çoğun kızımız hukukshunos. Hukukshunos. Ali ma'lumotlik and yurist deb qo'yamiz. Bizda bu yerda yurist deydi. Hukukshunos. Hukukshunoslik institutini bitigan. Farzanddan çoğun. İkinci kızımız vrach. Endi balani davolaydi. Ali ma'lumotlik ikincisi. Üçüncü kızımız kuluğu aciz, sözlemeydigan balalarga nima deydi? Uyg'urcha aytganda kekash balalarga dars berdi. Şöhret bilen sözleşip mana 11 yıl 12 yıl oldu. Şu kuluğu aciz balalarni o'qitadigan mektep internatida ders verdi üçüncü kızımız. Dördüncü farzandimiz o'g'il. O'g'limiz texnolog bo'lib ishlaydi. Mana shu 4 farzandimizga oliy bilimli qilishga bor kuchimizni sarfladik. Hozir O'zbekistonda har xil sohalarda xizmat qilyapti farzandlarimiz. Nayt yaxshi, Allah razı olsun. Vallahi muşundaq nayt iqtidorli, talantli qilib tarbiyalash, ularni jamiyatga qo'shishmi, har bir ota-onaning burchi ham sizlarningmi shuni natija yaratganlarga bir ulgulik ota-onalar deb qaraymiz. Allah razı olsun deyman. Hamda bu ham siz deganingizdek shu Uyg'ur tiliga bo'lgan oilada tarbiyalashingiz, anandagi bolalarni Uyg'urcha muhitga ham dedingiz. Masalan, Qozog'istondagi shu cho'nglarning yiniga burun cho'nglar javoblarining yiniga avatimiz u yerdagi Uyg'urcha muhitdagi mashrab bo'lsin, to'y-to'ykum bo'lsin va yoki har xil bizning o'lim yetim ishlarimiz nazar chiroqlaridanmi shu bolalar shuni ko'rib cho'ng bo'lib aşağıdan neydi Uygurluğu boğan, medeniyeti boğan tunuşunu yo'qotmaydi deysiz. Demek balalarni tarbiyalashda birsiga ailenin ki tarbiyalash anıtlığı boğan, tushunish ve anıtını qo'llanish bo'lgan sevgisi bo'lsa, yana birsiga milliy madaniyatimiz to'yingan bir muhitda balalarni tarbiyalashmi bu bek muhimken. Bunun şunu his qildim men. Demek bunu deyishim sebep biz ama Avrupa tarafında bu imkoniyatimiz nayt yo'q deyarlik. Şu an bizler vaqtimiz imkoniyatimiz sharoit bo'lsa, Türkiye'deki Uygurlar o'tiraqlashgan İstanbul, Safaköy, Zeytinburun'daki qarindoshlarimiz to'plashib o'tiraqlashgan yerlarga olib bolalarimizni shu yerda ta'tilini 15-20 kun bo'lamda shu yerda o'tkazishga tirishimiz. Demek balalarni shu ta'tillarda shunday muhitlarda tarbiyalashning o'zimi hozir sizga o'xshash degandek vatanimizga bo'lgan sevgimiz va ona tilini saqlab qolishda, madaniyatimizni saqlab qolishda muhim rol bor ekan deb tushundimda. Rost shunday. Baxtli oilada baxtli farzandlar cho'ng bo'ldi. Chunki biz haqiqatan baxtli oila deb hisoblaymiz o'zimizni. Chunki mana farzandlarimiz oliy ma'lumotlarga ega bo'lib, mana O'zbekistonda har xil sohalarda ishlayotdi. Ulardan bizning 8 nevrimiz va shu 8 nevrimiz uyda Uyg'urcha so'zlaydi. Davuzdan sirtga chiqqandan keyin o'zbek tilida, rus tillarida mukammal so'zlashadi nevrlarimiz. Ularni shu go'shti ular nevrlarni shu go'shti cheg'idilar. Allah yetib Uyg'urcha naqshlarni, musiqalarni qo'yib berib, shu milliy ruhda tarbiyalaymiz. Shuning uchun biz o'zimizning shu ana tilimizni, Uyg'ur tilimizni saqlab qola oldik shuning bilan. Shunday. To'g'ri deysiz. Chunki yana bir ma'lumotlar qaraganda o'zini ana tilini bilgan bola yoki inson boshqa tillarni bo'lgan qabul qilish va uningga bo'lgan fikri, ya'ni counter tafakkur qilishga nayt zo'r foydasi bor ekan. Shunga nevralarimizning meni chuqur aqlliq, nayt chichan deyman, chunki uyda ana tilining tarbiyasida qurollangan bola bo'lgandan keyin siz degandek sirtga chiqsa, ya'ni avtomatik holda boshqalarning qarshi tarafdan tilida ravon so'zlab o'zining nimasini ifodalaydi deyman. Demak, oiladagi muhit bilan shu bolalarning cho'ng bo'lgan muhitmi biz ashta sharoit yaratib berishimiz nayt muhim ekan deb tushundim. Bu nimalar shunday.
Shunda. Endi shu hozir siz yana bunga asosan siz yana hozir o'zingiz garchi pensiyaga bo'lgan bo'lsangizmi, yana o'zingizning yana qimmatli vaqtlarini ajratib, mayli asar o'qish bo'lsin, mayli gazet jurnallarda maqolalar e'lon qilish bo'lsin, bu xizmatlar bilan shug'ullanasiz. Bu to'g'riliq bir qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz. Şu endi biz bu yerda maktabda men o'zim Uyg'urcha sinfda o'qib, Uyg'urcha o'qidim. Shu Uyg'urcha o'qiganim menga intayin ko'p hayotimda ko'p yaxshiliklarni olib keldi. Hozir bizning mana muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimiz kirilcha o'qishni bilmaydi. Shuning uchun men shu muhojiratda yashagan qarindoshlarimga Hamid Hamrayevninki G'o'jilar nayranlari degan kitobini o'qib berishga muyassar bo'ldim. Chunki bu qarindoshlarim bu kitobda o'qib berish jarayonimda ko'plagan bizning Uyg'ur tarixini bilishga muyassar bo'ldi. Bizning bu Hamid Hamrayev ukamiz kitobni rus tilida yozdi. Shu G'o'jilar nayranlari degan kitobini Malik Mahamdinov degan ukamiz Kiril yezig'iga tarjima qilib bergan. Mana bu birinchi kitobi. Mana Hamid Hamrayevning Pentalogiya deydi. Bu G'o'jilar nayranlari degan kitob 5 tomdan iborat. Buningki birlik kitobi texi mana kirilcha chiqqan. Shu birinchi kitobini men dunyo yuzidagi Uyg'ur qarindoshlarimga o'qib, ovozli turda o'qib tanishtirib berdim. Endi mush yaqin arada bizningki Nabijon Tursun inimizningki Amerikada istiqomat qilgan Nabijon Tursun inimizning Uyg'ur umumiy tarixi degan kitobi chiqdi. Hozir shu kitobini Almutida kirilcha birinchi kitobini kirilcha chiqadi. Shu kitobni elib, endi shu kitobni o'qiyapmiz. Yaqin arada shu kitobni men ko'pchilikka ovozli uchurda o'qib yetkazishga harakat qilyapman. Undan sirt shu to'r betlarida, ya'ni WhatsApp to'rlarida bo'lsin, Facebook to'rlarida bo'lsin, men shu til millatning oshquchi deb biz to'p ochganmiz. Chunki bu to'pni ochganimizning sababi yosh avlodlarimiz Uyg'ur tilini unutib ketgan qarindoshlarimiz bor. Chunki Uyg'ur maktablariga bormagandan keyin farzandlar, Uyg'urcha matbuot bo'lmagandan keyin, Uyg'ur ansambllari bo'lmagandan keyin albatta bu til yo'qolib ketadigan, g'ulab ketadigan darajada bo'lyapti. Shuning uchun shu tilni mukammalroq ajdodlarimizga, avlodlarimizga yetkazish uchun to'r betlarida til millatning oshquchi, Uyg'ur taomlari, yana Uyg'ur madaniyati va tili degan Uyg'ur tarixi degan to'plarni ichib, shu to'plarda shu yosh avlodlarimizga shu tarix kitoblarimizni, Uyg'ur tili adabiyot kitoblarimizni keng doirada o'qib, tushuntirib, shu yosh shoiralarimizning she'rlarini ovozli turda o'qib berish orqali biz millatimizni yanami millatimizni davom ettirishga, ajdod avlodlarimizga tariximizni yaxshilab tushuntirishga harakat qilyapmiz. Qo'limizdan kelishicha. Qo'limizdan kelishicha. Bu mu cho'ng xizmat, bu mu cho'ng xizmat. Buni fidokorlik talab qiladi, vaqt talab qiladi, nurg'un energiya talab qiladigan bir ish. Buningga shu sevgisi bor odam qila oladi bu xizmatni. U sevgisi yo'q odam bu ishni qila olmaydi. Sizga bir punchani haq vermaydi buningda. Faqat o'zingizning fidokorlik bilan Allah rizoligini ko'zlab millatimning tilini, mushuni o'qiyanmagan, mush tarixni o'qiyanmagan, tarixini tushunmagan vatanimizning tarixini kishilarimiz anglab qolsin, keyingi avlodlar anglab qolsin deb hozirgi shu uchur davridagi uchur vositalaridan foydalanib sizning mushta taqtishingiz bu cho'ng bir xizmat bu. Chunki vatanning xizmatini qilgan mushunda fidokor avlodlar, fidokor insonlar bo'lg'achqa ama vatanning xizmati oldiga mangadi. U fidokor insonlar bo'lmaydi ekan, u manfaatga yoki bir narsaga bog'lanib qolsa, u xizmat loyiqda bo'lmay qoladi. Alloh sizlarga razı olsun deyman. Shuning bilan birga
Şu Uygur tilidimi elbette hazır biz degandek şu vatanimizni, yüzümüzni bilishning eng muhim roli o'zimizning ana tilini yaxshi bilish, o'zimizning ana tilini farzandlarimizga yaxshi o'rgatish va oilada o'sha ana tilini qanday shaklda saqlab qolish va buni avlodlarimizga qanday shaklda mukammal shaklda to'g'ri ravishda qoldirish. Balalarimiz ki Uygurlukdan tenip gidadigan, Uygurlukdan zerikib gidadigan, o'zining tilini qo'pol yoki bo'lmasa yaxshi emas ekan deb ishlatmaydigan bunda hadislardan saqlanish uchun bununla aile asaslashning nihoyatda muhim ekanligini his qildik edi. Shuni bilan birga men shu vatanimizda aynan siz bilsiz, xabarlarda ko'ryapmiz, mana vatanimizda ana tilimizni ishitish shakli qo'yayotgan farzandlarimizni Xitoycha meng'izlayotgan, Xitoycha so'zlatayotgan videolarni ko'ryapmiz. Bundan yuragimiz og'riydi. Ama vatandakilarni hozircha turda u ana tiliga bo'lgan nimasini saqlab qololmasakmi hozircha vaqtda. Ama biz vatan sirtida oilamizda o'zimiz qanday saqlab qolamiz, o'zimiz keyingi avlodlar qanday saqlatib qolamiz deganni mishada biz qila oladigan xizmatlarimiz shu. Buning uchun nayt tirishimiz, nayt buni muhim o'rin qo'yishimiz bek muhim. Sizning ish qilayotgan xizmatingiz gerçi oddiy ko'rangan bilan, gerçi kuniga 1 soat yo 2 soat bir kitap o'qib qo'yayotgandek, bir ana til to'g'ri tavsiya qilib qo'ygandek ko'ringan bilan buning ahamiyati nayt cho'ng. Xudo abiyam siz 4 farzandingiz va 8 nevrangizni mukammal shaklda ana tilda Uyg'ur urf-odatdan tarbiyalanganingizga o'xshash mushu keyingi farzandlarimizmi mushu shaklda shu tarbiya asosida shaxlanib mangadigan gap. Ularni o'zining farzandini shunday tarbiyalab mangadigan gap. Shuning uchun bu qilayotgan xizmatimiz nayt muhim, nayt ahamiyatli edi. Onun uchun men bek xush bo'laman. Shuning uchun hamda yana birsiga hamda shu O'zbekistonda siz dedingiz, O'zbekistondagi bu yerda atrofingizda sizga o'xshash muhojirlar yashayotgan, sizga o'xshash xizmat qilgan va shu yerda istiqomat qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Anglag'uvchilarimizga, ko'rurmanlarimizga bu yerdagi O'zbekistondagi qarindoshlarimiz to'g'riliq ozroq ma'lumot bersangiz. Endi O'zbekistondagi bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz haqiqatan yaxshi yashayapmiz. Bay aytib ketganimdek o'zbek millati bilan teng huquqliq har turli millatlar yashaydi bu yerda, har turli millatlar yashaydi. Shularning qatorida bizning Uyg'urlarmi shu teng huquqda yashayapmiz. Bizning Uyg'ur maktablarimiz yo'q bo'lsa-mu, Uyg'urcha matbuotlarimiz yo'q bo'lsa-mu, qo'limizdan kelishicha mana shu to'rbatlarda shu Uyg'ur tilini o'rgatib shu harakatlar bo'lyapmiz. Men hozir yashayotgan Sergeli tuman, Sergeli nahiyasi deb qo'ymiz. Shu Sergeli nahiyasi Uyg'ur madaniyat markazida faol qatnashayotgan qarindoshlardan biri biz. Bizga o'xshagan shunday fidokorona qarindoshlarimiz bizning nahiyamizda ko'p. Qo'limizdan kelishicha shu Sergeli tuman nahiyasida uchrashishlarni olib boramiz. Ayollar mehrimi bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqa bir tadbirlar bo'lsin, mustaqillik kunlari bo'lsin, shu milliy kiyimlarimizni kiyib, shu milliy soz asboblarimizni elib, shu Uyg'urcha chiqqan kitoblarimizni ko'rgazmasini uyushtirib degandek mana ishlarni qo'limizdan kelishicha qilyapmiz. Lekin bizni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotimiz yo'q bu yerda. Yo'shirdigan hech narsamiz yo'q. O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazimiz bor. Uyg'ur madaniyat markazimiz bo'lgan bilan bunchalik ishlarni amalga oshirishga quvvati yetmaydi desakmi bo'ldi. Shunaqa. Men yomonligini emas, qo'limizdan kelishicha shu nahiyalarda mana Uyg'ur madaniyat markazlari o'z oldiga mana bir ishlarni qilishiga to'sqinlik ko'rsatyapti. Shu to'sqinlik ko'rsatayotganiga qaramasdan biz oz sonli qarindoshlar bo'lsakmi, mana 5-iyul 7-oyning 5-kuni o'zinglar bilasizlar, bizning Uyg'ur o'g'il qizlarimiz qiyni bilan jini bilan bedel to'lagan kun. Bu kun butun dunyodagi Uyg'urlarimiz uchun intayin qayg'uli kun, matam kuni.
Şu matem gününü biz az sanlıq qeyrindaşlar bolsaqmı, azçılık bo'lgan bo'lsaqmi, Qur'on tilovat qildirib, şu qeyrindaşlarımızga duo tadbirlarni qildik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani. Allah razı bo'lsin. Keyin şu Qurban hayitida bizning Uyg'ur 12 muqomimizni butun dunyoga yetkazishga o'zining bir kishilik hassini qo'shgan Xolisxon Qodirova hadimizni ko'rib kelishga muyassar bo'ldik. Shu hadimizni yo'qlab bir to'p singillarimiz bilan shu Xolisxon hadimizni berib ko'rib, Qur'on hayitida shu hadimiz bilan muloqotda bo'lib, ko'nglini ko'tarib, nasihatlashib, gaplashib o'tirib keldik. Bu endi kichkina bir ish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin odam bolasining ko'nglini elish uchun bir qo'y so'yibla ko'nglini elish shart emas. Shu ikki qiz yaxshi gapimiz bilan, ikki qiz shirin so'zlarimiz bilan shu hadimizni ko'nglini ko'tarib, mana yaqin arada sizlarga to'rbatlarga men yo'llab berma, shu hadimiz bilan mashaq uchirish o'tkazib keldik. Rahmat. Allah razı olsun. Kichik mayda ishlarimiz bor endi, ularni hammasini sizlarga yetkazib beramayman, lekin asta-asta babiga yetkazib. Rahmat edi. Sizlarning ashqulanglar imkoniyatinglar yar bergan shaklda shu yerda jamoat ishi olsun, mayli avamqidek bizning san'atkorlarimizni yo'qlash olsun va yoki bir yaxshi vasila bo'lish uchun shu yerda jamoatni shaklida bir harakat qilishinglarning o'zi nihoyatda bir cho'ng ish. Abam deganingizdek 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligini xotirlabsizlar. U videolarni ko'rdik, nihoyatda yaxshi, o'zinglarning imkoniyatiga yarasha hamda biz O'rta Osiyoning vaziyatini, sharoitini bilamiz. U yerda qarindoshlarimizning bizning Yevropaga o'xshash harakat qilishi biroz cheklamaga uchraydi. Shunday bo'lsa-mu, jamoatning bir yerga yig'ilib, bir shaklda bir shu vaqtni eslashinglar, duo tilovat qilishinglar bu o'zinglarning imkoniyatiga yarasha yaxshi ishlar bo'ladi deb o'ylayman. Allah razı olsun deyman. Hem de şu budaqi 5-oyda Myunxenda o'tkazilgan Milliy kengashga akamiz bilan yana bir cho'ng bir Olimjon degan akamiz ikkisi borgan bo'ldi. U yerda biz ko'rishgan bo'ldik, nihoyat xush bo'ldik. Chunki bizmi yaqin vaqtlarda O'zbekistondan bunday bir yig'inlarga vakillarning tunji qitim kelish ekanligini u yerda angladik. Anlab akıllarımızı yakından görüp hoş bulduk. Demek vekil süptide akımızınki u yerga berishi ve şu yerda fikir qatnashtirib o'zining fikrlarini, O'zbekiston xalqining fikrlarini shu yerda o'tirib qo'yishi bizni nihoyatda hayajonga solgan minutlar bo'ldi. Demak, aşağıdaki O'zbekistonda yashayotgan Uyg'ur xalqining ovozini ilib, shu Milliy kengashga aşağıda fikrlarini o'tirib qo'yishning o'zimi nihoyatda cho'ng bir irgilash yaqinqi tariximizga deb o'ylayman. Buningdagi akamizning ta'sirotlarini siz o'rtoqlashdingiz, ani sizning og'zingizdan anglazam bo'ladi. Mana mening turmush yo'ldoshim Munajdan Sonur o'g'li o'zi huquqshunos, oliy tayinlik muallim, 35 yil davlat qurilishi bo'yicha, O'zbekiston davlat qurilishi bo'yicha talabalarga dars berib kelgan. Hozir hurmatli dam olishda mana shu bir yilqi yillikda Dunyo Uyg'ur qurultayining Milliy kengashiga birinchi qitim bo'lib, shu Munajdan Sonur o'g'li bilan Abduljon akamiz Barayev ikkisi berib, shu sizlar bilan bir qatorda ashada Uyg'urning g'amini, Uyg'urning g'ururini, Uyg'urning so'ygi muhabbatini ashada ko'rsatib, O'zbekistonlik Uyg'ur qarindoshlar nomidan shu ikki akamiz berib, shu yerda sizlar bilan birga bo'lib, ko'plagan hayajon ilkida mana kelib, shu yoqda bo'lgan, ko'rgan, anglagan uchrashuvlarni bizga so'zlab berdi. Undan biz albatta ko'p ta'sirot oldik. Bundan keyingi yig'inlaringlarda amanchilik bo'lsa, yaqindan tanishib, yana ko'proq
dünya işlerinden haberdar bolup turumuz degan ümitimiz. İnşallah ede. İnşallah. Näite yaxşı oldu dep oyladık. Demek O'rta Asiyadagi qarindoshlarimizni muşdaq köprep uçuruşlarda birli bula alsak inşallah näite yaxşı oldu dep oylaymiz. Hem bizning vatanimizdan qaslamış O'rta Asiyadagi Uyghur qarindoshlarımızdan meyli siz degandek Abam Qozog'istondagi to'plashib o'tiraqlashgan bo'lsin, meyli maktabimiz bor, meyli bir şekildeki vatanimizdan kişilikilgen bir nüsus var yerlerde. Şu yerda xalqimizning urf-odatimizni, tilimizni, dinimizni ve her xil şekildeki medeniyetimizni saqlab qilish näite muhim ahamiyatga ega ekan. Mana her birlarining bu yerda aynan şu turayotgan davlatlardimi meyli o'zinglarni tarbiyalab şu davlatning xizmatiga o'zinglarni tayyor qilsanglar yoki bo'lmasa asad hassanglarni qo'shdinglar, hozir farzandlaringlarni tarbiyalab farzandlaringlarni şu muhitda, şu davlatga o'zining tegishli hassasini qo'shib kelyotidi. Bu näite bizning sizlardan ugundigan bu tarafimiz inşallah. Demek bizning agar imkoniyatlarimiz ulab qolsa, O'rta Asiyodagi davlatdagi farzandlarimizning vatanimizga yaqinroq bo'sug'i berib, shu yerda tarbiyalanishi, shu yerdagi qarindoshlarimiz bilan fikr almashtirishi bu näite muhimkan deb tushundim amal gapingizdan. Biz ham u yerdagi tijoratchilarning ahvolini bilgan bo'lsakmi, ammo sizlardek shu yerda necha 50-60 yil yashayotgan, shu yerning tuprog'ida as qo'shayotgan hadilarimiz, akalarimizni anglab, texmi hurmatimiz sizlarga oshgan bo'ldi. Demek vatan sevgisini ifadeleşti. Abim sizin dediğinizdek aileden başlaşımız, farzandlarimizden başlaşımız. Ularga siz degandek mikro muhabbetimiz bilen, ana tilimiz bilen, urf-odatimiz bilen vatanimizni esiltish, vatanimizni bir şekilde sevgimizni yaşantish bu bek muhim ekan. İnşallah. Endi yana sizden yana men jiq so'zlab bek bir gaplaringizni bir nima qilib qo'ydim, ayibga burmang. Çünkü bizning siz bilan bir tunji qitimliq bir şekilde yüz görüşümüz, kameralık suhbatlashishimiz, nurg'un gaplarimiz var, tugumaydi. Sizlardan nurg'un savollarimiz var, tugumaydi. Ama shunday bo'lsin, har birlaridan ugunadigan, xalqimiz ugunadigan nurg'un taraflar var. Bularmi bola tarbiyalashda olsun, mayli ana til sevgisini yetiştirish olsun, vatan sevgisini yetiştirish olsun. Sizlar bizning ulgimiz deb qarayman-da. Onun için sizlerle bu doğrultuda bulapmı? Hazır inşallah macereti meyli Avrupa, Amerika olsun. Her kıtada Uygur yaşayatıdı. Hemmisinin Uygur sevgisi var. Hemmisi Uygur üzerine vatan için bir işkıp belgisi var. Aldın aşkarı oturup işkıp kılıvatkallar var. Yuşurun kılıvatkallar var. Sizden anlatıl için üzerine tigişlik pinsi götken bolsun mu? Yani hizmet üstüde boğan hedilerimiz, akıllarımız var. Demek hizmetin her xil türü var. Qaysini qilsak qilayli, ammo bir xizmatga muyassar bo'lishdan o'zi bek muhim deb o'ylayman-da. Rahmat, ukam, rahmat. Hozir endi bizning oldimizga qo'ygan rejalarimizdan biri mushu shanba, yakshanba kunlari maktabdan sirt, maktabda bilim olayotgan bolalarimizga mushu Uyg'ur tilini, adabiyotini, tarixini, urf-odatlarini o'rgatadigan bir ta'lim muassasasini ichish rejalashtirilgan. Mushu Munajjid Sho'nur o'g'il ishkimizniki oldimizga qo'ygan maqsadimiz shu. Endi shuningga bir bizga yordam kerak. Bizning o'qish qurollarimiz hammasi bor, tayyor o'qish qurollarimizni Almatudagi qarindoshlar bilan, Almatudagi muallimlar bilan kelishib o'qish qurol kitoblarni hammani akib tayyorlab qo'yganmiz. Lekin endi Almatudagi o'qish jarayonini biz bu yerda qilamiz-mi? Biz mushu O'zbekistondagi tarbiyalayotgan farzandlarimizniki sharoitiga moslashtirib, mushu O'zbekistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizga, Uyg'ur farzandlarimizga mushu Uyg'ur ana tilidagi kitoblarimizni o'qitish orqali harflarimizda bizda har xil nimalar bor, farqlar bor. Bizniki J, G, Q, Ö, Ü degan 8 harfimiz ortiqcha boshqa millatlarga qaraganda. Bizning millatimiz eng tilga boy, Yusuf Xos Hojibning, Mahmud Qashqariyning, Alisher Navoiyning avlodlari biz Uyg'ur millati. Shu millatimizni saqlab qolish uchun biz mushu maktabdan sirt
ta'lim muassasasi ochishga harakatda bo'lyapmiz. Shunga sizlarning boshqa mamlakat yashayotgan qarindoshlarimizning biz yordamiga biz muhtojmiz. Qo'llab quvvatlashinglarga muhtojmiz. Bizni bu yerda qo'llab quvvatlaydigan qarindoshlarimiz yo'q hisobda bo'lyapti. Endi bu hal etish emas, bizning millatimiz yo'qolib ketish darajasida. Yo'qolib ketish darajada, chunki mana Qozog'istondagi qarindoshlarimizga biz havas bilan, hasad bilan emas, havas bilan qaraymiz. Chunki u yerdagi qarindoshlarimizda Uyg'ur maktablari bor, Uyg'ur matbuoti bor. Mana 3 respublikalik 3 gez chiqadi. Elevatsiya gez chiqadi, Aziya bugun gez chiqadi, Uyg'ur ovozi gez chiqadi. Undan sirt qanchalagan Uyg'urcha jurnallar bor. Mana Uyg'ur kitoblari hammasi shu Olmaotada chiqadi, Qozog'istondan. Shuning uchun biz u qozog'istonlik qarindoshlarimizga biz havas bilan qaraymiz. Mana O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi qarindoshlar. Mana shular o'xshash endi unchalik darajaga yetamizmi, shu maktabdan sirt o'qitish orqali biz shu ona tilimizni saqlab qolishga harakat qilish jarayonida turyapmiz hozir. Ondan hozir aşı ana tilda o'qishga aşı maktabga kelalaydigan bolalarning soni qanchalik taxminan sizcha? Endi men aniq sonini aytolmayman, aniq sonini aytolmasammi, lekin shu Uyg'ur tilini o'rganaman degan qarindoshlarimiz ko'p. Endi sonini men hozir to'liq sizlarga aytib beramayman. Biz ishni bismillah deb boshlab olsak, shunga qarab, uniki mancha bola o'qiyotdi, muncha bola o'rganyotdi dalalaymiz. Lekin bizning WhatsApp to'rlarimizda mana butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimiz emas, O'zbek qarindoshlarimiz bor. Uyg'ur tilini o'rganaman degan O'zbek qarindoshlarimiz bor. Mana shu til millatni oshquchi degan to'pimizda 150 dan oshiq qarindoshlar har kuni bizning darslarimizni intizorlik bilan kutadi. Biz o darslarimizda shu Uyg'urcha she'rlarni o'qib beramiz, Uyg'ur hikoyalarini o'qib beramiz, o'zlariga o'qishga beramiz, savol javoblarni qilamiz. Mana shu orqali mana biz onlayn deb qo'ymizki, onlayn orqali biz dars berishga muyassar bo'ldik. Mana bizga ahvol nashachi. Agar shunga nisbatan agar shu ashuni planlab o'zinglar yaxshi projekt ishlab chiqarib, masalan qanchalik o'quvchi o'qiydi, qanchalik iqtisod ketadi buningga, qanchalik o'qitish ketadi degan shu tafsiliy bir ma'lumot bo'lsa, uni o'zinglarning nimasida yo tashviqotimiz orqali yoki bo'lmasa keyingi qitimda bizni men qilsam bo'ladi, bir program ishlab buni ma'lumotini to'liq bergandan keyin kim bilan aloqa qilishdi, qanday aloqa qilishdi sizlar bilan yordam qilishlar uchun. Shuni aniq shaklda bir narsa chiqarsanglar, menimcha dunyoning har qaysi yerlaridan ko'rdi. Bizning bu kanalimizga a'zo odam 50 necha davlatda bor. 50 necha davlatdagi insonlar ko'ralaydi. Unda bo'lgandan keyin inshaalloh har davlatda o'zining ona tiliga bo'lgan asosini qo'shayman, men 50 dollar beray, 100 dollar beray degan qarindoshlarimiz nurg'un chiqdi. Ammo uni kimga beraman deydi. Kimga beraman, qanday ulushiman, kim bilan ulushiman deydigan savol xalosida paydo bo'ladi. Uning uchun bo'shga nisbatan siz bir to'liq bo'lgan qanchalik chiqim ketadi, buning ijarasi qanchalik odam ketadigan o'qituvchining maoshi qanchalik degandek-chi, sizga bilasiz ham buning ketadigan chiqimlarning doirasini o'zingiz buxgalterlik kasbda ishlagan bo'lganlikdan buningga nisbatan inchki savatni yaxshi chiqara olasiz. Buning uchun shunday narsalar aniq yaxshi bo'lsa, meningcha ulusha oladigan odam, qila oladigan ish o'tirdi bo'lsa, inshaalloh buningga iqtisodiyotni yordam qiladigan O'rta Osiyoda nurg'un tijoratchi qarindoshlarimiz bor. Dunyoning har yerida nurg'un ish odamlari bor. Inshaalloh hammadan 10 dollar, 20 dollardan tashlasak-mı, tama ko'l to'la deb inshaalloh sizlarning shu Uyg'ur tiliga nisbatan qilmoqchi bo'lgan mayli maktabinglar bo'lsin, mayli bir o'qituvchilaringlar bo'lsin, inshaalloh nayti yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Chunki har odam o'zining tilini saqlashga, abam dedik-ku, siz ana til uchun vaqtingizni, fidokorligingizni oshira olasiz. Yana birisi ana til uchun 100 dollar, 200 dollar bera oladi. Yana birisi ana til uchun ish bo'lmaganda bir moddiy yordam bera oladi. Ya kitob bera oladi deganga o'xshashda. Bu narsalar yaxshi bo'lib ketadi. Hamda vatanimizda bevosita vatandagi xalqimizga hech qanday yordamni qilolmadik.
Vatan sırtında meyli ana tilimizni qoğdaş olsun, meyli örf adetimizni qoğdaş olsun, meyli milli medeniyetimizni qoğdaş olsun. Qanday olsun bolsun, Xitoy yo'qdiman deyotgan narsani biz muajiratda chuqum saqlab qolishimiz kerak. Biz qila oladigan ish, qo'limizdan keladigan ish bu. Buning uchun biz qila oladigan ishimizni qilsak, inshaalloh buning natijasini ko'ramiz deb o'ylayman. Albatta. Rahmat inim, albatta. Shuning uchun biz shunchalik kuch chiqarib ketyapmiz. Shu tilimizni unutmaylik. Shu tilimiz orqali biz o'zligimizni yo'qotmaymiz. Shu o'zimizning milliy taomlarimizni, masalan, milliy taomlarimizni yo'qolib ketayotgan darajada. Shuning uchun bultuq kunlikda biz Uyg'ur milliy taomlari degan musobaqa o'tkazdik. O'rta Osiyo va Turkiya ve bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarimiz bilan Uygur milliy taomlari degan musobaqa o'tkazdik. Shu musobaqada shu O'zbekistondagi Uygur milliy taomlari to'pini ichib, shu to'pda mana hozir xeyli qarindoshlarimiz var. Her kuni atganligi assalomu alaykum va alaykum assalom deb bir-birimizdan xabar etib turishga muyassar bo'lyapmiz. Bu to'plarni ichishdan maqsad shu bir-birimiz bilan birlashib, bir fikrda bo'lib, shu Uyg'ur ana tilimizda gaplashib, ana tilimizni saqlab qolish orqali o'zligimizni saqlab qolishni vujudga keltiryapmiz. Endi buni tushunadigan insonlar bor, tushunmaydigan insonlar bor, ostimizdan suv quyayotgan insonlar bor. Buni aytmay meni ilojim yo'q. Chunki men bu to'g'risida xeyli bir gaplarni aytishga qobiliyatim yetmayapti. Çünkü özümüzden içinden çıkan düşmanlar özümüzden ayağımızda kekişip atkan düşmanlarımızın yok emez. Şunun için bu gaplarni aytishga men sal ojizlik qilaman. Keyingi uchrashuvlarda qandaydir masalaga rejalarni yo'llab bermoqdaman. Her bir yaxshi ishga qadam bosgan vaqtimizda uning qarshiligi bo'ladi. Ya'ni uning to'sqinliklar bo'ladi. Onun bir dedikodu gap sözü buludu, g'aybati buludu, şikayeti buludu. En mühimi biz nima ish qilayotganligimizni bilsak ve şu ishga şu nishonni belgilab olgandan onunla izchil turda mansak nayt yaxshi bo'ldi. Endi inson bo'lganligimiz uchun siz degandek o'zimizning yaqin ko'rgan, o'zimizning millatidan bo'lgan insonlar bir yaxshi qarshilik qilsa, uni biz afsuslanamiz. Xuddi paltının sepi yağaçtan boğaçqa daraxtni kesganga o'xshash, jon og'ritganga o'xshash insonlar o'zimizning qarindoshlarımızdan chiqishi, o'zimizning qarindoshlarımızning oldimizni to'sishi, ayada Xitoy yo'qotayotgan ishga nisbatan bu yerda o'zimizning ichidagi qarindoshlarımızning Xitoyga masolatda harakat qilishi bizni afsuslantirdi. Bizni nihoyatda umitsizlantirdi. Nihoyat ko'nglimizni yerim qildi. Ammo biz bununla nisbatan yüzümüzden abiyamıqdek niyetimizni to'g'ri qilgan şekilde, nişanımızın to'g'ri qilgan şekilde meneverimiz. Dedik o'ylaqa agar karvanning ish bilan, ya'ni karvanning yo'lini to'sgan ish bilan yapilishib qolsa, karvan yo'lda qoladi deydi-ku. Biz to'sqinlik qilgan ishga u bilan yapilishib qilib, uni bir chamotim, ikki chamotim deb uning avshig'ini, uning nimasiga yapilishib qolsak, biz yo'ldan qolib qolamiz. Uning uchun her bir iştahada qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilik har xil shaklda bo'ladi. Buning uchun siz mendan tajribali bu ishlada. Buning uchun biz shu siz o'zingizning qilgan nishonini, mush qilayotgan yaxshi ishingizni, mush ona tilga bo'lgan sevgingizni, buni pensiyaga chiqqan bo'lsangizmi, yoshingiz 60 ni oshgan bo'lsinmi, bu ishga nisbatan o'zingizning vaqtini, vujudini sarf qilishingiz bu biz ta'sirlanadigan ishning birisi. Buning uchun siz bu jihatlarda inshaalloh meneversiniz. Hazırkıdaki avazınızı dünyadaki nurgun insanlar anlaydı. Sizni qo'llaydigan. Hammasi bizni qo'llab ketishini atayin edi. Dünyada 1 milyon Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, 1 milyonning hammasi qo'llab ketishini atayin. Shu 1 milyonning ichidan bizga 1000 odam chiqsa, bizni qo'llaydigan o'sha o'zi cho'ng ish. 1 milyonning ichidan nisbatlashtirsangiz, 1000 odam chiqsa yoki 100 odam chiqsa, siz qilmoqchi bo'lgan ishingizga yetalaysiz demakchi. Rost. Shuning uchun men to'plarda dars o'tganda aytma. Bizning mushu o'tayotgan darslarimizdan mushu jonpidalik qilib, vaqtimizni bo'lib, sizlar uchun sarf qilayotgan darsimizdan
okeandagi bir tomchi sudek o'sma sizlarga bir foydasi tekkan bo'lsa, shuning o'ziga biz g'ururlanamiz deb men to'pladagi darslarimda mana shunday deb paran qilaman. Yana bir aytib ketadigan gapim, sirtdagi 1000 dushmandan ichingdagi bir dushmanning qilgan dushmanligi bu intayin suyakka pichoq tiqqandek bo'ladi-ki, endi bularni biz so'z bilan sizlarga yetkazolmaymiz. Mayli qarshiliksiz albatta olg'a yetish qiyin. Shunday bo'lsa, qo'limizdan kelishicha, imkoniyatimizdan borishicha shu atrofdagi do'st birodarlarimizning qo'llab-quvvatliginicha ishlarni olib beryapmiz. Maqsadimiz hammamizdan bir. Maqsadimiz bizningki ana tilimizni saqlab qolish, o'zligimizni saqlab qolish. Ana vatandagi bo'layotgan voqealardan hammasini butun dunyoning xabari bor. Butun dunyoning xabari bor. Shunday bo'lsa, birlari shuni tan og'iz kelmayotdi. Birlari tan og'iz kelmayotdi. Shu narsani mayli ularning o'zlarining vijdoniga havola, shu tushungan, bilgan qarindoshlar sizlarga aytadigan gapim, o'zga tillarni bilgan yaxshi, lekin o'zingning ana tilini unutish bu xiyonat deyman. Shuning uchun aziz qarindoshlarim, bizningki shunchalik qadimiy tariximiz var, qadimiy madaniyatimiz var, qadimiy tilimiz var, ana tilimiz, ana vatanimiz var. Shuningga aziz qarindoshlarim, ko'zlaringlarni ochib, uxlayotgan qarindoshlarim uyqudan o'qinib, shu ana tilga bo'lgan muhabbat, ana vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga bo'lgan muhabbat, farzandlarga bo'lgan, nevri-chavriga bo'lgan, do'st birodarga bo'lgan muhabbatlarimiz oshiversin qarindoshlar. Muhajiratli qarindoshlar, sizlarga meniki quloqlaringlar oltin sirg'a, sizlar o'zinglar yashayotgan mamlakatlarning tilini albatta o'rganishinglar sizlarga shart. Shu boshqa tillarni o'rgansanglarmi, bu albatta sharafli, lekin ana tilinglarni unutib qolmanglar. Ana tilni unutish bu biz uchun xiyonat. Biz shuna orqali o'zimizni, o'zligimizni yana bir qitim saqlab qola olamiz. Ishonchli turdi mana shunday aytishga haqqimiz bor. Ana tilimiz bilan o'zligimizni saqlab qola olamiz. Boshqa qo'limizdan ish kelmasimi, shuningga biz her taraflı qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Albatta. Rahmat ede, Allah razı olsun. Demek şu ana til orqali o'zimizning vatan sevgisini saqlab qola olamiz. Vatan bo'lgan bilan rishtimizni saqlab qola olamiz. Qarindoshlik, mehr muhabbatimizni saqlab qola olamiz. Demek ana til bilan nurg'un narsamizni saqlab qola olamiz. Agar shu ana tilimiz bo'lmasa, nurg'un narsadan ayrilib qolamiz. Siz to'g'ri deysiz. Allah razı olsun. Oxirida yana ko'rinmallarimizga qo'shimcha qiladigan yerlarimiz bo'lsa, qilib programmamizni oxirlashtirsak vaqt munosabati bilan sizningmi kechulab ketdi, vaqtingizni olib qoldik. Aytib ko'rmang. Mayli, rahmat. Endi men shu yaqin orada bizda xalqimga Abdumanap Qosim akamizningki xalqimga degan she'rlar to'plami Kiril tilda, Kirilcha Uyg'ur yozig'ida nashrdan chiqdi. Men bu Abdumanap Qosim akamiz Qirg'izistonda istiqomat qilib, Chin dunyoga otinib ketganiga xeyli yillar bo'libdi. Mushu xalqimga degan kitobim yo'q ko'sa, xalqimning qo'liga yetib borsa, mening hech qanday armonim yo'q deb armon qilibdi. U xalqimga degan kitobni Abdumanap Qosim akamiz arab, uyg'urcha, arabcha grafikda yozib chiqaribdi. Uni biz O'rta Oziyodagi qarindoshlar o'qimaymiz arab grafikda. Shuning uchun shu kitobini yaqin orada biz mana kirilcha qilib chiqardik. Mana bu 200 dona chiqqan bu kitobni bizning Toshkentda istiqomat qiladigan Kamal aka Tayirov akamiz kirilcha yozib qo'lida butun bir kitobni kirilcha yozib menga qo'l yozmasini akitadi. Shu kitobni Olmaotaga olib nashrdan chiqarg'izib, men qarindoshlarga akilib, mana qarindoshlarga yetkazib berdim. Endi shu kitobdan men sizlarga Rizvangul degan she'rni o'qib bersam deb armon qildim. Marhamat qarindoshlarim, sizlar bir yoqtirib tingshig'aysizlar.
Tamam, rahmat. Rızvan Gül, muallifi Abdümanap Kasım. Toylarında toga durdun küçülmay. Yülen itip çaşkıların çiçilmay. 10 gülünün tehi biri içilmay. Vatan üçün kurban buldun Rızvan Gül. Algı silip dostlarını başladın. Şinyel kiyip algı kadem taşladın. Cesur idin, ölümden hiç kaçmaydıgan halkımızın batur kızı Rızvan Gül. Akoplarda düşmanını payladın. Düşmanlarını her kademde çeyledin. Mecruhlarının ketmedin koyup yalğuz, mecruhlarını ketmedin koyup yalğuz, vatan üçün candan keçken Rızvan Gül. Yıllar atlap biz kelimiz uzaktın. Halk tehi kutulmadı tuzaktın. Ecnebiler taşlavetken dozaktın. Yine bayrak köterdik biz Rızvan Gül. Bayrağında kanlarımız izi var. Ecdatlarının yazıp koygan sözü var. Uygurstan degen monçak közü var. Seni yatlap biz kelimiz Rızvan Gül. Seni yatlap biz yo'qlaymiz qabringni. Ruhing ko'rar gul ko'targan navrangni. Vataningda baxti kulgan avrangni. Shunda ruhing xo'shal bo'lur Rızvan Gül. Mana bu 1991-yili Abdümanap Kasım akamiz bu she'rni Bishkekda yozgan. Mana shuncha 31 yil o'tgan bo'lsa-mu, bu she'r tek o'ziniki ma'nosini yo'qotmasdan, aksincha texmu bizning avlodlarimizni, ajdodlarimizni milliy ruhda tarbiyalashga, Rızvan Gülning kim ekanligini bizga tonishtirishda mana shunchalik muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Hozir men sizlarga bu she'rga qo'shimcha qilib aytib ketadigan yana bir gapim, mushu Rızvan Gül onamiz bilan birga jangga qatnashgan tatar bir onamiz bo'pti, shu onamizning qizi mush Toshkentda yashaydi. Shu u to'g'risida men keyingi uchrashuvlarda sizlarga tafsiliy so'zlab berishga muyassar bo'laman degan umiddaman. Hammanglarning e'tiboringlar uchun rahmat. Nabijon inam sizning shunday savobli ishlarni qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p tashakkurlar bo'lsin. Qolgan bizni tinglab biz bilan birga bo'lgan qarindoshlar, sizlarning e'tiboringlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda uchrashaylik. İnşallah. Rahmat, Allah razı olsun. Sizning qilayotgan xizmatlaringizdan Allah razı olsun. İnşallah u yerdagi siz bilan birga bir sabit turib xizmat qilayotgan qarindoshlarimizdan Allah razı olsun. Akimizga va yetishgan farzandlaringizga Allah razı olsun. Allah'ın salomini yollayman. İnşallah bugungi mushu suhbatga bir soatdan ortiq vaqtingizni biz uchun berganligingiz uchun yana bir qitim rahmat aytaman. İnşallah har qachon xizmatda bo'lishga tayyorman. Qo'limizdan keldiga, ko'zimiz ochiqga hozircha sizlarning xizmatingizda bo'lishga biz tayyor har qachon. Rahmat sizga. Rahmat. Allah razı olsun. Hurmatli ko'rurmanlar, bugungi suhbatimiz mushayiqchi bo'ldi. Endi agar mushu kanalimizga yangidan kelgan va yangidan ko'rgan qarindoshlarimiz kanalımızga a'zo bo'lishni, kanalımızga a'zo bo'lib ko'rayotgan qarindoshlarimizning bizlarning bu xizmatlarimizni qo'llash uchun taqib qo'yishinglarni, a'zo bo'lmagan qarindoshlarga a'zo bo'lishni tashabbus qo'yishinglarni umid qilaman. Sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bilan biz taraqqiy qila olamiz. Yaxshi programmalarni elib chiqishga ilhomlanamiz inshaalloh. Onun uchun gerçi programmalarımız bek kespi, bek bir şekilde yukarı seviyede bulmasımı ama özümüzden kolundan gelgen bütün gücümüz bilen amal va tabi, amal ba elaqe, sap, amal ba yalganlar araştırmagan bir şekilde yasamallık kılmagan şekilde çıkışıp tırışıvatımız qarindoshlar. Hem de bu musabı jarayonida abiyam hadimizde bitip ketkende bir gapda her bir ishni qilganligida qiyinchilik bo'ladi. Bular meyli dava işleri olsun, siyasi işler olsun, meyli bu ticaret işleri olsun, meyli her qanday Xitoyning buzg'unchilik qilayotgan işleri olsun, aramızda buzuş ve aramızda pishni pasat taqtish bilan
Xitoy o'zining maqsadlariga yetib bo'ladi muhojiratda. Uning uchun ba'zi bir pishtin pasatlığa, ba'zi bir-birisini tillayotgan, bir-birisining aybini ichayotgan, bir-birisiga dushmanlik qilayotgan insonlarni nazar eylashinglarni. Ularning oq ko'rinishi va ularni yaxshi tunish bilan anandan keyin bularga hukm chiqarishinglarni umid qilaman. Chunki insonlar her bir insonning o'ziga tushliq tushunchasi bo'ladi. Gerçi u Xitoyning jasusi, Xitoyning odami bo'lmasimi, hamda Xitoyning ishiga yarayotgan yana bir turkum odamlar bor. U adamlar shunday bir adamlarki nadon adamlar deymiz. Ular nadon o'zining ya bilib qiladi bu ishni, ya bilmay qiladi, ya hasadxo'rlikdan qiladi, ya o'zining niyatiga yetish uchun shaxsiyatchiligidan qiladi, ya haqavurligidan qiladi, ya takabburligidan qiladi. Onun uchun u insonlarning salohiyatini yaxshi bilgan vaqtingizda u insonlarning nima ish qilayotganligiga baho bera olasiz. Buning uchun biz mushu bulabmi muhojiratda nihoyatda bir odamlarga ishtik bir shaklida baho berish yoki bo'lmasa ishtik bir shaklda nafratlanish, ishtik bir shaklda qandaq bir-birimizni dushmanga chiqarish nihoyatda bir to'g'ri ish emas. Uning uchun Xitoyning bizga qilayotgan bir narsasi, ya'ni bir-birimizni dushman qilib, o'zining dushmanligini unutqizish Xitoycha. Dushman de, qilgan de deb o'zining bizga yetish boshqadagi zulmni bizni mushunda muhojirat sargallaqda yurgizayotgan shu Xitoy. Vatanimizni agar Xitoy besib olmagan bo'lsa, biz shu vatanimizda ota-onamiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan, shu yerdagi qarindoshlarimiz bilan birga yashagan bo'lardik. Bu vatanimizda nima xo'shallik, nima xafalikni shu vatandagi qarindoshlarimiz bilan teng ko'rgan bo'lardik. Ammo Xitoy yana besib olganligi uchun siz bilan biz mujohid yashayotgan qarindoshlarimiz turish imkoniyatimiz bo'lmag'achqa vatanni tashlab, vatanni ozod qilish uchun vatanni hijrat qilish to'g'ri keldi. Endi bunday vaziyatda har xil shaklda Xitoyning vatan uchun xizmat qilayotganlarni tilg'izish, vatan uchun xizmat qilayotganlarni har xil tuhmatlarni yog'dirish, har xil ularning inovatini shaxsiyatiga tegishdek shakldagi xizmatlarni shunday YouTube kanallarimizda yaxshi energiya taqishtirmoq, pasif energiyani taqayotganligini ko'ryapmiz. Onun uchun undan narsalarni ko'rgan vaqtida har birimizning bo'rimizning ustiga qapoq olmagandan keyin yaxshi shaklda ularni analiz qilishimiz, buning nima shaklda chiqayotganligini, buning sababini yaxshi surishtirsak, yaxshi bilsak, aytna bo'ladi. Shuni farqlantirishni o'rganib olsak degan tashabbusni bu garchi bugungi temaga munosibatsiz bo'lsa-mu, buni qistirib qo'yishni loyiq ko'rdim. Chunki yaqin kelayotgan muhojiratdagi mayli WhatsApp to'plarida bo'lsin, mayli Facebookda bo'lsin, shundaq insonlarning shaxsiyatiga, insonlarning inovatiga daxl tarz qilayotgan bir turkum insonlarni ko'ryapmiz qarindoshlar. İnşallah Allah ularga shifolik bersin deyman. Ularga aql farosat bersin deyman. Ularningmi Xitoyga o'xshash mavqeda turib, Xitoy yo'qitimi deyotgan, Xitoyga qarshi xizmat qilayotganligiga undaq shaklda hujum qilmasligini Cenab-ı Allah'tan tilash bilan birga ularga Allah acil shifolarni berishini tilayman Cenab-ı Allah'tan. Xo'sh qarindoshlarım, bugungi programmamiz sal texnik sababdan sal vaqt boshlanib qoldi. Onun uchun sizdan yana bir bu shaklda kechirim so'rayman. Shuni bilan birga programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, yana ham qaydalab qo'yay. Bir shaklda qanimizga a'zo bo'lishni, taqib qo'yishni unutmasligingizni yana bir qitim tavsiya qilaman. Har birlarini Cenab-ı Allah'a topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.